Qo'l shu video olaman desa, chiqib musor bo'ladi. Drenajniy yama deyiladi bu. Mana shu joyimizni kotelni qilib rejalaganmiz. Proyektda ko'rsatilmagan, bu ham ko'rsatilmagan. Mana bu yerda furchka bo'lishi ham ko'rsatilmagan. Biz bilan ishlashlarning eng katta fishkalaridan bittasi injeneriyani oldindan rejalaymiz. Agar mashinasi bo'lmaganda nima bo'lardi? Keyinchalik buzish, teshishga, kovlashga alohida pul so'ralardi. Yoki monolitni fundament qilinganda umuman tegish mumkin emas, chunki bu yerda armirovka o'tgan. Hozir buni tagida bir qavat armirovka o'tgan, bu yoq tomonda ikki qavat o'tgan. Bu endi kotelni bo'lgandan keyin kotelxonada bilasizlar, ko'p priborlar, kosvinniy boylerlar, trubalar, uloqlar, nasoslar ko'p bo'ladi. 1 yil bo'lmasa 2 yil, 3 yildan keyin baribir qattandir yorilib suv toshish ehtimoli bor. Shu suv toshganda mana shu yamaga tushadi. Yamada kichkinagina nasos bo'ladi. U nasos tepaga kanalizatsiyaga ulab qo'yilgan bo'ladi. Siz uyda uxlab yotibsiz, suv toshqin bo'lyapti, lekin nasos sizni shu podvalda to'liq suv bilan toshib ketmasligiga yordam beradi. Bilasizlar-ku, biz bilganimizni narigi dunyoga olib ketmaymiz, hammasini bo'lishamiz. Bekitadigan ishsa yo'q, qani shogirdlardan biror narsalarni bekitib, meni sirlarim bilib qolsa, ishimni olib ketib qoladi degan narsa yo'q. Hammasini tarqatamiz. O'zbekistonda shu qurilish sohasini ozgina bo'lsa ham saviyani ko'tarayotgan bo'lsak, biz xursandmiz. Mana shunaqa foydali videolarni ko'rish uchun obuna bo'lib qo'yinglar, tanishlarga tirs uchirib qo'yinglar. Sizlarda shu narsa bormi, yo'qmi? Kommentariyada bor yoki yo'q deb yozib qo'yinglar. Sog' bo'linglar.